Tuxumsiz atiga 2 dona banandan tayyorlanadigan bu ajoyib kekslarni ko'rib, yegim kelib ketdi va qilinishi shunaqa ham oson ekanki, qilmaslikni umuman iloji yo'q edi. Bismillah deb ishlarimni boshlab oldim. Ha aytmoqchi, hamma to'liq ma'lumotlar opsioniyada yozib keltiriladi. Blender qilib olganimizdan keyin ustiga quruq mahsulotlarni solib aralashtirar ekanmiz. To'g'risini aytsam, tayyorlash jarayonida bitta dona tuxum bo'lsa ham chaqvorimikan, o'xshamay qolsa shuncha masallig'im uvol bo'ladi-yu deb o'yladim. Lekin o'xshamasa, mayli Instagramga qo'yaman, balki to'g'ri yozishgandir deb umid qildim. Shu yerda belginskiy shokoladli solish kerak edi, to'maloq, lekin men uyimda belginskiy shokoladim qolmagani uchun oddiy Nestle shokoladini shunaqa bo'laylik bo'lib solib oldim. Shunaqa qoliplarga solib, duxovkaga qo'yib yubordim. Ishonasizlarmi? Mana 25 minut ichida duxovkani 25 marta ochdim shekilli. Va nihoyat biz kutgan daqiqalar ham keldi. Ustiga uyimda morojnikim bo'lgani uchun morojniy qo'yib yegim keldi. Xullas, mazasiga keladigan bo'lsak, mazasi ayni bananni yaxshi ko'radiganlar uchun ayni muddao, chunki banan mazasi dimog'ingizga shundoq urib turadi. Maslahatim, bugun siz ham bu keksdan tayyorlab ko'ring va noodatiy ta'mdan bahramand bo'ling.